Call of Duty Mobile Legends o'ynaydiganlar uchun siz kutgan xavfli qurol yetib keldi. Red Magic 11 Pro. Bu smartfon PUBG, Call of Duty Mobile Legends o'yinchilari uchun yaratilgan. Aggressive selfie uchun emas, clutch, spray, gang vibe uchun yaratilgan. 6.8 dyumli AMOLED display, 144 Hz yangilanish tezligi. PUBG'da qo'rqmasdan peak, Call of Duty'da slide cancel, Mobile Legends'da esa dash combo qilasiz. Chunki har bir frame real vaqtda sizga xizmat qiladi. Prosessor Snapdragon 8 Elite Gen 5. Shunchaki kuchli emas, bu chip Ultra, Shadows, Max Graphics ni qo'yib ham barqaror FPS ni beradi. PUBG'da Balanced, Call of Duty'da Low, Mobile Legends esa HD modni unuting. 24 GB operativ xotira bir vaqtning o'zida ham o'yin, Discord, Screen Record, Overlay hammasi tursa ham lag bo'lmaydi. UFC Turo 1 game ochilish loading emas, instant spamming bo'ladi. 1 soat rank o'ynaysizmi? 2 soat Scream, telefon yur, yana o'ynaymiz deydi. Chunki bunda 24000 RPM fan issiq bo'lib FPS pasayishini oldini oluvchi sovutish tizimi o'rnatilgan. Qo'lingiz qiziydi, lekin telefon sovuq bo'lib turadi. Yon triggerlar aim uchun bonus qo'l. PUBG'da Peak Fire, Call of Duty'da ADC Drop Shot, Mobile Legends esa Flick Ultimate. Ekranni bosish emas, reflex mod qilasiz. 7500 mAh batareya. Bu rank push xotirjam davom etadi degani. Tugasa 80 wattlik tezkor adapter mavjud. PUBG'da lobbizni yangilaguningizcha 30-40% bo'lib turadi. 50 megapikselli kamera real hayot uchun yaxshi, lekin eng zo'ri Screen Record. Clutch bo'ldimi, videoga yozib oling, postga joylang va g'alaba onlarini reaksiyasini qabul qiling. Xullas, Red Magic 11 Pro o'yinchilarning asosiy quroli. PUBG'da Stretch, Call of Duty'da reaksiya, Mobile Legends'da esa sinergiya va bu telefon ularni sizga beradi. Rank push qilmoqchimisiz? Past ping, FPS stabil, telefon esa Red Magic 11